Pinduoduo ilovasida bitta kiyimdan turli xil razmer tanlashni o'rganamiz. Buning uchun o'zimizga kerakli bo'lgan kiyimni ichiga kirib, pastdagi qizil tugmani bosamiz. U yerdan biz o'zimizga kerakli razmerni tanlaymiz. Masalan, L razmerini tanlayman. Va yuqoridagi X tugmasini bosib orqaga qaytamiz. Keyin pastda turgan yurakchani bosamiz, ya'ni korzinka belgisini. Mana korzinkaga tushdi. Endi korzinkaga bo'limiga kirib, tanlagan kiyimimizni boshqa razmerlarni ham qo'shib olamiz. Buning uchun mana plus belgisi turibdi. L razmer pastida plus tugmasini bosaman. Xuddi o'sha kiyim chiqdi. Mana endi XL razmerini tanlab qizil tugmani bosaman. Bizda ikkita razmer tayyor. Korzinkaga tushdi. Yana boshqa razmerdan olish uchun yana plus belgisini bosamiz. XS razmerini tanlab pastdagi qizil tugmani bosaman. Menda jami 3 ta razmer bo'ldi. Xuddi shunday xohlagan razmeringizni qo'shib sotib olishingiz mumkin.